Hammaga salom do'stlar, bu videoda biz O'rgimchak odam yangi kun filmining treylerini ikkinchi marta tahlil qilamiz. Birinchi tahlilda men eng asosiy detallarni aytib o'tgandim. Bu videoda esa ba'zi taxminlarni sinchiklab tahlil qilamiz. Siz esa videoga like bosib, video haqidagi fikringizni yozib ketishingiz mumkin. Like bosmagan kal bo'lib qolsin. Like bosinglar, kanalga obuna bo'ldinglar, rahmat kattakon. Biz davom etamiz. Eng avvalo Venomdan boshlaymiz. Gap shundaki, ancha avval Sony kino olami to'liq yakunlangandi. Shu sababli Venom va Craven filmlari davom ettirilmayotgan edi. Ammo yangi xabarlarda Sony kino olami yana qayta tiklanishi aytildi. Bilsangiz kerak, shu yilning may oyida Noir O'rgimchak odam seriali chiqadi. Shu yilning oxirida esa Venom haqida yangi multfilm chiqarilishi aytilgan. Xullas, Sony kompaniyasi o'z olamini qayta tiklamoqchi. Mana shunaqa vaziyatda O'rgimchak odam treylerida mana bunaqa sahna chiqib turibdi. Nima deb o'ylash mumkin? Eslatib o'tamiz, O'rgimchak odam personaji huquqlari hali ham Sony studiosida va yangi filmga Sony studiosining ham qo'li tekkan. Albatta, hamma bu sahnada Peterda simbiotik kostyum bo'lishini taxmin qilishdi. Men bu taxminga ishonmasam ham tan olish kerak, juda ko'p detallar shunga mos keladi. Tobey Maguire ham simbiotik kostyumga ega bo'lganida qandaydir baland binoda o'ziga kelganda, Tom Holland bilan bo'lgan hodisa ham bunga juda o'xshaydi. Yetmaganiga uni aynan nima ushlab qolgani bizga ko'rinmagan. Balki bu O'rgimchak odam to'g'ri bo'lishi mumkin, balki simbiotik qo'l. Venomga ishora qiluvchi yana bitta detal shuki, filmda Skorpion ham qatnashadi. Marvel esa anchadan buyon simbiotik kostyumga ega Skorpion haqida rejalar tuzayotgan edi. Komikslarda Skorpion ko'p marta simbiotik kostyumdan foydalangan va shu kostyumda qo'riqchi personaji bilan bitta jamoada ishlagan. Momaqaldiroqlar filmida esa bizga qo'riqchi ham, uning jamoasi ham ko'rsatildi. Shunday ekan, simbiot hozir Marvelning rejalariga mos tushgan bo'lardi. Ammo boya aytganimdek, men bu taxminga unchalik ishonmayman. Endi esa O'rgimchak odamning ko'zlari qorayib ketgan sahna haqida. Bu xuddi ninzalar bilan jang paytidagi sahnadek qilib ko'rsatilgan. Ammo agar Peter qilichni ushlab qolgan sahnaga e'tibor qilsak, uning o'ng ko'zi yaqinida jiddiy jarohatni ko'ramiz. Uning ko'zi qoraygan sahnada esa bu jarohat yo'q. Demak, bu aslida umuman boshqa sahnalar va Marvel doimgidek bizni chalkashtirmoqchi bo'lgan. Bizni payqamaydi deb o'ylagan, lekin biz ko'rdik. Yana ko'pchilikning fikricha mana bu sahnada ham nimadir o'zgartirilgan. Chunki bu sahna O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmi treyleridagi sahnaga juda o'xshaydi. Yodingizda bo'lsa, filmda bu sahnada 3 ta O'rgimchak odam bor edi. Treylerda esa faqat Tom Hollandning o'zi. Shu sababli ko'pchilik bu sahnada yana kimdir yashirilgan deb taxmin qilishdi. Ammo menimcha bunaqa devordan sakray oladigan boshqa qahramon bu filmda yo'q. Shunday ekan, bu hududda hech nima o'zgartirilmagan. Ammo ninzalar o'zgartirilgan bo'lishi mumkin. Tan oling, bu ninzalarning turishi juda g'alati va filmda ularning o'rnida Hulk bo'lishi mumkin. Hulk bu filmda o'zining eng g'azablangan holatida bo'lishi aytilgan. Ammo kim uni bu holatga olib chiqishi mumkin? Ko'pchilik seriyasining personaji X odamlar a'zosi Jean Grey deb taxmin qilishmoqda. Ammo Jean Grey yo'z personaj emas, u qahramon. Qahramonlar esa Hulkning jahlini chiqarishmaydi. Shu sababli men seriyasining aslida qandaydir yo'z personaj rolini o'ynayapti deb o'ylayman. Buni tank bilan bog'liq sahnalardan ham sezish qiyin emas. Qari ayolning ongiga kirib, uning yordamida tankni o'g'irlash va shahar bo'ylab buzg'unchilik qilish Jean Greyga yarashadigan ish emas menimcha. Shunday ekan, bu qandaydir boshqa yo'z personaj. Ancha avvalgi mishmishlarga ko'ra, seriyasining personaji jazolovchi personaji bilan yaqin tanish bo'lishadi. Jazolovchi bu filmda qanday rol o'ynashi esa menga umuman tushunarsiz. Ammo Peterga mehribon ekanligi shundoq sezilib turibdi. Go home! Inglizchada mother ona degani. Sezilib turibdiki, u Peterga onalarini 8-mart bilan tabriklash haqida aytmoqchi bo'lgan. Peter May xolaning qabri yoniga kelganida yomg'ir yog'ayapti. Havo esa unchalik sovuq emas. Demak, bu bahor fasli va 8-mart haqidagi taxminimiz haqiqatga yaqin. Peter qabri yoniga gul olib kelganida yana bitta guldastani ko'rish mumkin. Hoynahoy uni Happy Hogan qo'yib ketgan. Avvalgi film yakunida u ham May xolaning qabri yoniga kelib turishini ko'rgandik. Doktor Strangening sehri faqatgina Peterni hammaning xotirasidan o'chirib tashlagan, ammo May xola hammaning yonida. Xuddi shunday O'rgimchak odam ham hammaning esida, uni hech kim unutgani yo'q. U haligacha qasoskorlar a'zosi va unga hattoki shahar kaliti ham sovg'a qilindi. Esingizda bo'lsa, Tobey Maguire'ga ham shahar kaliti topshirilganda va bu ham juda o'xshash vaziyat. Buni izohlarda yozgan obunachimizga esa qoyil. Mayda detallarga e'tiborli bo'lish bu yaxshi narsa. Men esa sizga eng maydasini ko'rsataman. Mana bu idishda Green Jackal deb yozilgan. Avvalo bu Hulk personajiga ishora, chunki
xalq ko'p tomonlama Robert Louisning Dr. Jekyll personajidan ilhomlanib yaratilgan. Shu sababli Green Jekyll, ya'ni yashil Jekyll bu xalq personajiga ishora. Ammo shu bilan birga Marvel komikslarida Jekyll nomli boshqa personaj ham mavjud. U O'rgimchak odamning eng dahshatli dushmanlaridan bittasi va Sony studiyasi uni o'z olami uchun asosiy yovuz qilib tanlab olgan edi. Yodingizda bo'lsa, Craven filmida Karkidon qandaydir Miles Warren ismli odam sababli kuchayib ketgani aytilgandi. Cravenning ukasi ham aynan o'sha Miles Warren sababli xameleonga aylangandi. Komikslarda o'sha Miles Warren bu aslida Jekyll. Uning komikslardagi eng mashhur ishlaridan bittasi O'rgimchak odamning klonlarini yaratgani bo'lgan. O'sha klonlardan bittasini biz Olamlar-aro multfilmida ham ko'rgandik. Mana u, bu klonning ismi Ben Reilly. Agar u mavjud bo'lsa, demak Jekyll ham mavjud. Ammo menimcha bu filmda Jekyll qatnashmaydi. Shundoq ham yovuzlar bu filmda juda ko'p. Menga boshqa narsa qiziq. Avvalgi filmlarda Ned va MJ ko'p marta O'rgimchak odam bilan to'qnash kelishgan. Ular Peterni unutishgan bo'lsa-da, O'rgimchak odam ularning yodida. Demak, ular O'rgimchak odam ularning do'stlaridan bittasi ekanligini bilishadi. Endi esa e'tibor qiling, Ned va MJ aslida Massachusetsda bo'lishi kerak edi. Ammo treylerda ular negadir yana Nyu-Yorkka qaytib kelishgan. Nega deb o'ylaysiz? Menimcha ular niqob ostida kim yashiringanligini aniqlashmoqchi. E'tibor bering, Nedning xonasida O'rgimchak odamning suratlari yopishtirilgan. Buning ustiga ular televizorda O'rgimchak odamni diqqat bilan kuzatishyapti. Buning ustiga MJning bo'ynida O'rgimchak odam sovg'a qilgan taqinchoq haligacha mavjud. Ya'ni ular Peterni eslay olishmasa-da, O'rgimchak odam bilan yaqin do'st ekanliklarini yaxshi eslashadi. Kimlardir Peter endi hech qachon MJ bilan qayta ko'rishmaydi va boshqa qiz bilan gaplashishni boshlaydi deb taxmin qilishgandi. Ammo haqiqiy hayotda bu ikkisi turmush qurishganini hisobga olsak, endi Tom Holland filmlarda boshqa qizlar bilan gaplasha olmaydi, yo'qsa holiga voy bo'ladi. Shu sababli mening fikrimcha MJ yana O'rgimchak odamning kimligini bilib qoladi. Ammo bu faqatgina mening taxminim. Agar adashgan bo'lsam, film chiqqanidan keyin bo'ladigan tanqidlarga to'liq roziman. Siz ham o'z fikringizni kommentariyaga yozing. Menga bu juda qiziq. Videoni shu joygacha tomosha qilgan ekansiz, videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Aytib qo'yay, like bosmagan odam kal bo'lib qoladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.